Men sizdan bitta savol so'rayman. Zidan deganda ko'z oldingizga birinchi nima keladi? 2002-yil Glasgow. O'sha ajoyib volleymi? Yoki bo'lmasa 1998-yilda Parijda bosh bilan urilgan ikkita gol. Yoki bo'lmasa 2006-yilda hammani ikkiga bo'lib qo'ygan o'sha mashhur kalla qo'yish voqeasi. Bugun biz siz bilan birga gollardan biroz nariga o'tamiz. His-tuyg'ular, tanlovlar va o'sha tanlovlar ortidagi odam haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. 1972-yil Marsel, La Castellane tumani. Oddiy Aljeriy oilada tug'ilgan bola. Atrofda baland uylar, beton maydonchalar, ko'cha futboli. Men har safar shu joylarni tasavvur qilganimda bittagina xulosa qilaman. Ijod uchun mukammal sharoit shart emas. Zidan shu beton ustida o'z ruletkasini topdi. To'pni oyoq ostida aylantirar ekan bir vaqtning o'zida butun sahnani chizardi. Qayerda bo'sh joy paydo bo'ladi, qaysi himoyachi noto'g'ri qadam tashlaydi, qaysi daqiqada uzatmaning taymingi keladi. Oilasidagi intizom va sokinlik unga maydondagi eng muhim narsani berdi. Bu sabr. Sabr esa texnikasini san'atga aylantirdi. Men Marselda oddiy oilada ulg'ayganman. Bizda ortiqcha narsa yo'q edi. Lekin ko'chalarda futbol men uchun hamma narsaga aylandi. Do'stlarim bilan o'ynash, to'pni oyoqda his qilish men uchun eng katta baxt edi. 14 yosh Cannes akademiyasi, 16 yosh professional debyut. O'nlab o'yinlar o'tgan sari faqat bitta haqiqat ko'rindi. Zidan nafaqat fint qilardi, balki u boshqalarga ham o'yin uchun imkon berardi. Bordodagi davri Zizuning o'yinni rejalashtirish maktabi bo'ldi. Jamoadoshi bo'sh joyga chiqadimi, pas aynan o'sha soniyada ketadi. Raqib pressing boshlaydimi, u ritmni sekinlashtiradi, to'pni himoyachi va yarim himoyachi orasida aylantirib raqibni charchatadi. O'sha yillarda fransuz futboli yana bir katta sahnaga tayyorgarlik ko'rayotgandek edi. Lizarazu, Dugarry va ularning o'rtasida Zizu, markaziy dirijyor. Cannes va Bordo davrida men o'yinchi sifatida shakllandim. Murabbiylarim menga ishonch bildirishdi. Men esa har safar maydonga chiqqanimda bu ishonchni oqlashim kerakligini his qilardim. 1996-yil Turin, Juventus. Tashqaridan ko'ringanidek faqat nufuz emas, bu intizom, aniqlik va bosim. Serie A bitta xato va o'yinni yutqazadigan liga. Zidan bu yerda chiroy bilan natija muvozanatini topdi. Taktik tushunish yo'q bo'lsa, estetik fintlar bir tiyinga qimmat. Zizu esa taktikani mag'lub etmaydi, u bilan do'stlashadi. Himoya bilan markaz orasida qizil zonada to'pni qabul qiladi, tanasini buradi, bitta teginishda ikki raqibni o'yindan tashqari holatda qoldiradi. Shundan keyin hamma narsa sodda ko'rinadi. 2 marta Italiya chempionligi, Yevropa sahnasidagi final janglari. Lekin men uchun Juventusdagi eng katta yutuq bu Zidan men ham natija bera olaman degan isbotidir. Italiyada futbol boshqacha edi. Bu yerda siz faqat chiroyli fintlar bilan g'olib bo'la olmaysiz. Intizom, taktika va jamoa bo'lib harakat qilish asosiy qurol edi. Men Turinda aynan shu narsalarni o'rgandim. 1998-yil Fransiyaning tushi ro'yobga chiqadi. Uydagi o'yinlar bosim rekord darajada. Zidan guruh bosqichida hissiyotlarga berilib qizil kartochka oladi va 2 o'yinni o'tkazib yuboradi. Bu yerda men uni 2 xil tushunaman. Birinchisi u ham inson. Ikkinchisi esa qaytganda yanada muvozanatli, yanada mas'uliyatli bo'lib qaytadi. U qaytdi. Final Braziliya. Burchakdan uzatma, yugurish yo'li to'g'ri, sakrash balandligi aniq va bosh bilan zarba. Keyin yana. O'sha 2 gol shunchaki hisobni ochmadi. Shu 2 gol ko'p millatli Fransiyaning erta tongdagi ishtiyoqini, yillik umidini va g'alaba tuyg'usini uyg'otdi. Zidanning ko'zlari o'sha paytda nimani aytganini tushunish qiyin emas. Men qaytdim. Men bu sahnaga tayyorman. Final kuni hamma narsa juda tez o'tdi. Men 2 gol urdim, lekin bu faqat mening g'alabam emas edi. Bu butun Fransiyaning, bizning jamoamizning g'alabasi edi. O'sha kuni mamlakat birlashganini his qildim. Real Madrid san'atning manifesti. 2001-yil Madrid Galaktikolar sahnasi. Figo, Ronaldo, Beckham va markazda Zidan. Bu yerda Zizu faqat yulduzlar orasidagi yulduz emas. U kompozitsiya. 2002-yil Glasgow. Roberto Carlosning osmonga ko'tarilgan to'pi havoda uchib borarkan, Zidan tanasini buradi, nazoratni yo'qotmaydi va chap oyog'i bilan volley zarbasini beradi. Bu zarba estetik mukammallikning isboti. U nafaqat stadionga, balki futbolga go'zallik ham g'alaba qozonadi degan xabarni yubordi.
Oradan ko'p o'tmay La Liga g'alabasi, doimiy bosim, super yulduzlar omborida ham jamoa muvozanatini ushlash. Bu oson emas, lekin Zidan uchun oson narsalar qiziq bo'lmagan shekilli. Roberto Carlosning uzatmasini ko'rdim. To'p havoda kelayotganda men faqat uni chap oyog'im bilan urishni o'yladim. Hamma narsa bir zumda sodir bo'ldi. O'sha gol mening karyeramdagi eng go'zal lahzalardan biri bo'lib qoladi. Oxirgi bo'lim. Inson va tanlov. 2006-yil. Zidan terma jamoadan ketgan, lekin qaytadi. Chunki ayrim eshiklar qaytadan ochiladi. U qaytib kelgach Ispaniyaga qarshi o'yinda ustozlik darsi beradi. Braziliyaga qarshi o'yinda esa simfoniya ijro etadi. Bir qadamdagi fint bilan 3 o'yinchini do'konga yuboradi. Tempni u belgilaydi. Shunday qilib final. Italiya. Penaltida Panenka. Bu beparvolik emas. Bu men vaziyatni nazorat qilyapman degan bayonot. Bunday lahzada yurak ham, miya ham tayyor bo'lish kerak. Va keyin Materazzi bilan to'qnashuv. O'sha zarba, qizil kartochka. Men bu voqeani romantizatsiya qilmayman, lekin hech qachon uni ayblamayman ham. Afsonalar ham inson, ba'zan afsonaning ichidan odam chiqib keladi. Bu lahza Zidan merosini yo'q qilmadi, aksincha, uni haqiqiy qildi. Chunki biz mukammallikni emas, balki haqiqiylikni eslab qolamiz. 2006-yilgi final mening so'nggi o'yinim edi. Men hamma narsani berishni xohlaganman, lekin oxirida afsusli hodisa yuz berdi. Bu mening karyeramdagi eng og'ir lahzalardan biri bo'ldi. Lekin men bunga yuzlanishim kerak edi. Murabbiylik, tizim, ego va sodda falsafa. Ko'pchilik futbolni tark etgach, o'z ofisiga yopilib oladi. Zidan esa qayta sahnaga chiqdi. Bu safar kostyumda. Real Madridda ketma-ket 3 ta Chempionlar Ligasi. Bu statistik mo'jiza emas. Bu ruhiy muhit. U futbolchini shaxs sifatida ko'radi, egoni boshqaradi, odamni tushunadi. Taktikada esa murakkab narsalarni soddalashtiradi. Kuchli zonalarni bo'shatish, ikkinchi tempdagi yugurishlar, pressingdan chiqishning 2-3 variantini bir matnda jamlash. Menimcha Zidanning eng katta murabbiylik yutug'i yulduzlar to'laxonada ham jim turib to'g'ri gapni eng qisqa so'z bilan ayta olishidir. Murabbiy sifatida men futbolchilarga ishonaman. Men ularni his qilishga harakat qilaman. Chunki men ham o'sha yo'ldan o'tganman. Buyuk jamoani faqat taktikalar emas, balki o'zaro hurmat va oddiylik birlashtiradi. Nega biz Zidanni yaxshi ko'ramiz? Chunki u bizga futbolning asl ta'mini eslatadi. Vaqtni boshqarish, kechinmani san'atga aylantirish va eng muhimi odam bo'lib qolish. Men uchun Zidan jamoaviy o'yinni bir kadrga sig'dira oladigan rejissyor. Har bir teginishi yakuniy montajda uchmaydigan kadr. Shuning uchun agar bu hikoyasiga tanish bir hisni yo'qotgan bo'lsa, demak biz maqsadga yetdik. Keyingi safar yana bir afsona ustida shu tarzda gaplashamiz. Siz bilan Izzatullo Rasuljonov edim. Do'stlar, iltimos video yoqqan bo'lsa videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi afsonani esa izohlarda yozib qoldiring. Men hammasini o'qib chiqib eng to'g'risini qilaman. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga kattakon rahmat. Sog' salomat bo'ling.